Amerika Qo'shma Shtatlarining hamma davlatlarda harbiy bazalar bo'lsa, hammasi ochib berdi, marhamat. Janob Tramp bizning bazalardan foydalanib Eronga hujum qilavering dedi. Bitta Ispaniya aytdi, yo'q, mening bazamdan Eronga hujum qilish maqsadida foydalanmaysan. Mening bazam Eronga hujum qilish ishlatmaysan. Va o'sha Tramp nima dedi? Senga sanksiya qo'yaman, bojlar oshiraman. Nega Tramp xuddi shunaqa narsani juda ko'p mamlakatga aytadi? Chunki deyarli hamma rivojlanayotgan mamlakatning, ayniqsa rivojlangan yuqori darajadagi mamlakatlarning asosiy xaridori AQSh. AQSh aholisi juda chetdan ko'p narsa oladi. Shuning uchun aytadi, xohlagan mamlakat Xitoyga qaramay aytadi, senga bojlarni oshiraman. O'zi bittagina AQShga sotmasa sotmabdi deyishingiz mumkin, qolgan mamlakat ko'p deyishingiz mumkin. Lekin eng yirik, eng yuqori qiymatli mahsulotlar AQSh aholisi oladi. AQShning sof eksport plyusdan minusdan? Minusda to'ppa-to'p. AQSh shuncha rivojlangan bo'lishiga qaramasdan, bu balki rivojlanganlik belgisi hamdir. Eksportidan importi ko'p har doim. Chetdan ko'p narsa sotib oladi. Shunga yarasha lekin eksporti ham ko'p. Lekin har doim eksport mana bunisi minusda turadi. Shu o'rinda muhim bir eslatma. Xalqaro Nordic universitetida iqtisodiyot, moliya va moliyaviy texnologiyalar, bank ishi, buxgalteriya hisobi va jahon iqtisodiyoti yo'nalishlariga qabul allaqachon ochilgan. Hoziroq profildagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va qabul bo'limimiz siz bilan bog'lanadi.